Shunaqa oddiy detallarni yasashimizga ba'zi klientlar ishonmaydi. Bu oddiygina mufta do'stlar. Alyuminiydan yasab berdik, xudo xolasa mana. Takarnisini yasab bo'ldik, endi erizonkaga qo'ydik, kamandani bosdik, mana xullas kelgan joydan davom etyapti. Mana singan holati, bu mebelni stanokda zapchasti ekan. Erizyonkada bir tomonni kesamiz, keyin yotqizib ikkinchi tomonini kesamiz do'stlar. Nima sababda o'ylaysizlar? Mana shunaqa oddiygina narsalarga ham ishonmaydi ba'zilar. Mana tayyor bo'ldi. Xudo xolasa endi buni Murod akaga iltimos qilamiz, koordinatorchi Murod akamizga. Teshiklarini teshib, rezbalarini ochib, tayyor qilib beradilar. Kommentariyada yozib ketinglar aka-ukalar, nimaga mana shunaqa O'zbekistonda ustalarga ishonmaydi ko'pchilik qo'ldan. Oddiy shunaqa ishlar kelishiga ham ba'zi mijozlar ishonmaydi. Mana hozir ko'ryapsizlar, koordinatorchi Murod akamiz qo'yib, teshib, xullas tayyor qildilar. Kommentariyada yozib ketinglar do'stlar, bizada nima sabab deb o'ylaysizlar shu narsaga?